Do'stlar, men o'sha siz kutgan Diyorbek yana bu videoning 4-qismi, ya'ni final qismi. O'tgan safar yarim finalda o'ynagan edik, 7-0 bilan yutdik. Finalda qiyin bo'lsa kerak, bilmadim. Bir qarindoshim ham bunga yutqizgan ekan. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Avval buni kuchaytirishdan boshlaymiz. Hop. Tezroq bo'lsa yaxshi. Hop, olmosni eslab qoldingizlar. 45 ta olmos edi. 100 yo'g'ay, 45 ta emas, birinchi o'rin bo'lsak 60 ta olmos bersa kerak. Birinchi o'rin bugunga kelyapti. Qani bo'lmasam boshladik. PSG bilan. Paris Sig. Boshladik. Qiyin bo'lsa kerak, bilmadim. Hop. Taxminim bo'yicha 1-0 bo'ladi. Qiyin bo'lsa kerak. Hali o'ynamaganman. Yigur. This player is taking charge and moving down the flanks. Hernandez. Mbappe. It's with Viet. Oh, the referee's given a penalty. Penalty mi? Aha. Penalty. Yaxshi sariq berdi. Penalty bo'lsa bo'ldi. Yaxshi. Penalty. Golishimizga ishonaman. Bismillah. Gol, ana gol. Mana gol. Golni mana shunaqa qilib chiqadi. Dembele. Ularda ham Dembele bor bizda ham. Xo'p. Bizlarda bor komanda, ularda ham menimcha bor. Mana sariq beradi endi. Endi sariq beradi. Bitta ko'rmay qopman. Kayf qil. Sariq beradi bizga. Chiqib ketdi. Mana bizga sariq. Lobotka. Lobotka. Qanaqa sim bo'ldi? Bir g'alati simlar qo'yganda o'zlariga. No pressure here. They're firmly in control. Is Dembele. What the fuck? Look at this from Viet. Yursang o'lib qolasanmi? Oh, and dispossessed there. The defender could be in trouble here. What a tackle by Pacho. Voy. Yugursang tez bo'lardi. Ya bu chal bermasa ham bo'ladi. Keyin o'tgan galgi videomda xatoliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Bu videoda xatoliklar bo'lmaydi deb umid qilaman. Yoki internetlar qotib qolmaydi degan umiddaman. Buni 1-0 yoki 2-0 yo 2-1 qilishim mumkin. Qiyin deyishyapti-da ba'zilar. Yugursang o'lib qolasanmi? A strong tackle. He misjudged the pass. They're moving the ball forward. Wow. Good tackle by Marquinhos. Yaxshi o'ynarkan lekin. Oh, it's a clear chance. Off the post. Yugur. It's 1-0 at half time. Birinchidan tugab qoldi. Qiyin bo'ldi lekin yaxshi, yana qiyin. Xo'p, o'yinchilarni almashtiramiz. Avvalgidagi almashtirsak yaxshi bo'lardi. Xo'p. Bu bilan almashtirib qo'yamiz. Mayli, buni beradi. Bizda ikkita almashtir, ulardan bitta bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Qiyin o'xshayapti. Shu olmosda olgim kelyapti. O mana. Bizda ikki o'zbek legenda deb yozib qo'yinglar kommentariyaga. Kim Ronaldoni yozib ketsa, Ronaldo deb yozib ketinglar. Yo Abbos deb yozib ketinglar.
Abbosni yaxshi ko'radiganlar Abbosni yozib Look at this ketinglar. on Beers. Ronaldoni yaxshi ko'radiganlar Ronaldo deb yozib ketinglar. Oh, well intercepted. Yangi yilga ham bir kun qoldi. Ertaga yangi yil. It's opened up here. 2026-yil keladi. It's there. Mana gol, mana gol. This team will 3-0. be glad to see the back of this player as he Mana gets his gol. hat-trick. Mana gol. William Nacho. Hop, That wasn't a u very yaxshi good o'ynayapti pass. lekin hozircha. Ko'pincha Good drive. oshirmay o'ynayapman-da. What a chance. And this really takes the pressure off the defence. And that's lost. Voy, ani bosyapman. Voy, chil beraman deb. Mana out. Mana out. Time for a fresh player to enter the fray. Notes are being taken on the touchline. Qochishlar bo'lmaydi degan umiddaman dedim. Voy, bekor gapirgan ekanman. Yana out. Bu safar mana. Mana. Surely now. Gol. It's there. Mana gol. 4-0. That was his 4-0 fourth final. position. Final deb Can't qo'ydi cope with buni. 4-0. Xo'p. Yana bitta gol urolaman. Yana bilmadim. it. Torres drives forward. This is the player who's making it all happen. What a chance. Mana gol. Mana gol 5-0. Final deb qo'yibdi buni. Gol. Dembele. Ularda ham Dembele bor, lekin yaxshi o'ynalmayaptimi bilmadim. Xullas, yaxshi ham onlayn o'ynamayotgan ekanman. Onlaynda yaxshigina qolsa kerak-a. He's moving fast with the ball. What a tackle by Pancho. Bekorga olmosimda ishlatib, mana shunda o'ynayapmanmi? And Xo'p, he's won it back for his team. yigit. Vitinha with the ball. He's running at the opposition. Mana vash gol bo'lsa kerak. And he Yo'q, turned gol it emas ekan, adashibman. O'yin tugadi. Hisob. Is this a goal? Gol. Mana gol 6-0. 6-0. Buni final deb qo'yibdi. Dembele yaxshi o'ynayapti lekin. Mana tugadi. Qo'ysa ham bo'ladi. Mana gol. Oh. Mana shu kanalga obuna va like bosib ketishni unutmangizlar. O'zbekiston bilan bir bola o'ynadi, bilmadim u otini. Paris o'ynadi. Ya'ni PSG. Paris Sik. Xo'p. Bu kanalni kuzatganlaringiz uchun katta rahmat. Mana 60 ta, 17 ta, 60 ta olmos, 705 ta DP, 78 SP, 17 tangani qo'lga kiritdim. Kanalni kuzatganingiz uchun rahmat. Like bosib, obuna bo'lib ketish esingizdan chiqmasin. Xayr do'stlar.